Assalomu alaykum. Hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Bugun sizlar mana hozir taxta bozor bo'lib ketgan bax. O'zi obshi mana bu bozor ichlari ham o'zi hammasi sotib bo'lingan почти. Katta bozor bo'ladi bu ham, xos tovar bo'ladi. Hozir oldidagi magazinlar bir qismi ishlab turibdi. Atak mana onli terak sotilyapti. Medicom nolli 10 yo'li mana. Bu mana Chorshanba ostanovkaga qarab ketadi. Bu tomon Sagri mahalla, bu tomonga mana Medicom, mana bozor. Mana shu yerda 203 kvadrat magazin bilan oldiga yana 2 sotik yeri bor. Mana shuni sotuvga qo'yamiz. Hozir ichkarilarini ko'rsataman. Mana shu magazinimiz 8 ga. Bu o'ttasi bo'linmagan, eng kattasi shu. Mana qolganlari bo'lingan. Bunisi ham katta ekan. Mana ikkita eshik, xohlasanglar ikkiga bo'lib ikkita qilsa ham bo'ladi yoki bitta katta magazin, ikkita eshik bo'ladi. Tepalari mana naves qilingan, bemalol yopib olsa bo'ladi. Mana bozorda oldi. Endi hozircha men bular ishlamay turgani uchun mana bu teraklar qo'yib qo'yilgan. Bular hammasi ketadi. Oldi ochiq. Mana yo'l ko'rinib turibdi. Mana yo'lga shunday ro'parasi mana shu magazinimiz sotuvga qo'yilyapti. 40 ming deyapmiz. Ozgina kelishayotgan joyimiz bor. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Bunaqa joylarda olib qo'yish kerak. Bora mana hozir 40 ming bo'ladigan bo'lsa, bu joylar yil sayin o'sib borayotgan joylar, arendaga berib qo'ysanglar ham, o'zlarini ishlatmasanglar ham, любой payti normalniy foydasi bilan sotiladi. Mana bu ventilyatsiyalar qo'yilgan fortichka qilib, ichkari tomon bozor polni. Biznes uchun magazin qidirganlarga tashlab qo'yasizlar. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Podpisatsiya qilib like bosib qo'yinglar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, bundan keyingi chiqaradigan obyektlarimizni o'tkazavermaysizlar. Kimgadir tashlasanglar, savobga qolasizlar, foydalaring tegsa. Telefon qilinglar, gaplashamiz. Mana yo'l ko'rinib turibdi.